birodarlar, uzoq yaqinda yurgan do'stlar, hammaning sog' salomatmisizlar? Ishlar, safarlarda qiynalmasdan yuribsizlarmi? Mana bizni Bayazid Baslomijon masjidimiz mana yaqin kunlarda bitkazib ruxsati bilan mana ishga tushirildi, xudo xolasa. Endilikda mana shu masjidga munosib ravishda bir chiroyli bir ixchamgina kichkina bir tahoratxonani xudo xolasa qurish niyatida bo'lib harakatda bo'lib turibmiz. Alloh ehson qilayotgan, plastik kartaga pul tashlayotgan barcha birodarlarni ehsonlarning dargohida qabul qilsin. Boshlariga soyabon qilsin, o'tganlarning oxiratlariga zaxira qilsin. Hamma ehson qilayotgan birodarlarimizga kattadan katta rahmat. Sog' bo'lsin. Mana hozir mana shunday devorlarimiz xudo xolasa qilib yangi devorlarni qildik. Mana tahoratxonamizni hozir korobkasi deyarli tayyor bo'ldi. Shu ustini yopsak xudo xolasa bu tomonimiz mana oxirgacha borib mana shu yerda xudo xolasa masjidimizga bir kattagina omborxona, mana ortiqcha gilam bilan boshqa narsalardan hammasini mana shu ustini yopib mana shu yerga stasha qilib xudo xolasa qilsak, orqa tomonni bekitsak, bitta katta omborxona bo'ladi. Xudo xolasa mana shu yerdan eshik bo'ladi. Mana shu yerlarga brushatka bosamiz, xudo xolasa brushatka bosib bu navasimizni kengaytiramiz. Xudo xolasa mana tahoratxonamizni ham asosiy qismi bitib bo'ldi deyarli. Shu bizning harakatimiz hozirgi kunda barcha birodarlarimizdan so'rab qolamizki, o'z hissalarini qo'shsalar. Mana shu tahoratxonaning ustini yopib, asta-sekinlik bilan qolgan ishlarimizni ham ichkarida bajaramiz, xudo xolasa. Mana tahoratxonamiz g'ishtdan chiqib, sesmalar quyilib, mana xonalarga bo'lingan holatda hammasi xudo xolasa chiroyli qurib bitkazildi. Mana barcha ehson qilayotgan birodarlarimizdan Alloh o'zi